Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 8-iyun 2025-yil Namangan viloyati Namangan tumani Qorako'l qishlog'idan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan 2 dona sutemli semental buqachalarimiz, 1 dona zotga tushadigan semental buqachamiz bor. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha holatlarini ko'rsatib, ma'lumotlarni berib o'tamiz. 1 donadan like bosib, Telegram gruppalarga, chorva ishqibozlariga videoni podretsa qilib qo'ysanglar, anaqa zo'rida olaman deganlarga foydali ma'lumot bo'lib qoladi. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa hammasi ham tozasida. Obuna bo'lmasdan ko'ryapti turganlar, obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Anaqa yosh emdilardan so'raganlar juda ham seroqida akalar, o'zi 2 dona, ikkalasi ham buqacha ekan. Ikkalasi ham buqacha ekan. Xudo xolasa bir joyga olib qo'yib maza qilib boqadiganlar. Qaranglar. Xo'p, yosh oyligiga keladigan bo'lsa, kichkinalarimiz 2 oylikda atrofida ekan. Necha haydab oring? 2 oylikda atrofida. Ikkovi ham bo'ladigan narsalar. Shoxlarini ham kuydirib tayyor qilib qo'ygan. Olib ketib yana 1 oy ba'da sut berib, xudo xolasa zo'r qilib boqib olaverasizlar. Haqiqiy oq kipri yoqdim shoxlardan mana. Ikkala tozasidan chiqsa olaman deb kutyapti turganlarga bir jup tezda aloqaga chiqaverasizlar. Qaranglar. Haqiqiy istagan tuyoq polvonlar o'zlari 1 kun 2 kunligida olib sigirlariga emizib boqyapti turgan buzoqlari. Akalar, sog'ligi, boshqasi, hamma narsasi behijolat. Chunki o'zlari sinovda o'tgan, boqib turgan buqachalar ikkovi ham. Tashqariga olib chiqib, chiroyli qilib ko'rsatib qo'yapmiz. Qaranglar. Bo'ybaslari ham bir xil, bo'ylari ham bir 90 atrofida kelaversa kerak. Lekin sortini, sifatini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Hali qimmat ekan, arzon ekan degan fikrlardan ko'ra like bosib qo'yaverasizlar akalar. Narxiga keladigan bo'lsa, ikkalasini 37 millionga xayri bor deyilyapti. Telefon qilib savdo qilib olaverasizlar. O'zi 2 dona, ulgurgan odam ulgurib qoladi. Lekin xudo xolasa toza zot boqaman degan odamga behijolat tushaveradigan. To'llari ham o'ta ham oq kami, haqiqiy betlari mana babaqalari bilan oppoq bo'lib chizib olib tushganlar. O'zlari katta fermadan olib chiqib, sigirlarning tagida boqib shunchalik qilib qo'yibdi akalar. O'limdan chiqqan behijolat. Buni qaranglar. Buni katta buqani oldida kichkina ko'rinib qolayotgan bo'lishi mumkin. Katta novvozchamizga keladigan bo'lsak, yoshlari 11 oylik atrofida ekan. 11 oylikka yo bordi yo o'tdi deyilyapti. Lekin haqiqiy didi bilan boqib pachka qilib qo'ygan buni ham. Oyoq qo'llari, yebishi, sog'ligi hamma yo'g'i joyida. Bir kuzlarga borib sigirlarimga urug'lik ishlataman, xunajilarga qo'shaman deganlarga behijolat tushaveradigan. Mana ularni ham kelajagi xudo xolasa mana shunaqa bo'ladi. Obrazesga olaverasizlar. Haqiqiy pachka bo'lib qolgan novvozcha ham. Arqovoshlari hamma yo'g'i joyida. Mana qaranglar. Shoxlarini olib zagon boqib qo'ygan. Bunlar ham oppoqdan. Yog'i yo'q, boshqasi yo'q. Kichkinalari ham shunaqa. Polvonlar. Kattasi narxiga keladigan bo'lsa, kattasiga 32 million narx so'rashyapti akalar. Savdo qilib olaverasizlar. Aytilgan narxlarga berilmaydi, ishqiboz telefon qilib olaman, boqaman desa, kelishtirib beriladi hammasi. Agar maydani ham, kattani ham o'zim olaveraman degan odam bo'lsa, juda ham yengil kelishiladi. Maqsad sotish akalar. Buni qaranglar. O'tda ham hali kuniga o'sib bes qo'shadigan paytiga kelib qo'ygan. Kattalari ham, kichkinalari ham. Ekranga nomerlarni yozib qo'yamiz, behijolat telefon qilaverasizlar. Toza 100 talik sementallardan.